Assalomu alaykum hurmatli do'stlarimiz. Bugun sizlar bilan Skillmax motosalonimizdagi yangi imkoniyatlarimiz bilan to'liq obzor qilib, skuter motorlarimizni narxlari bilan chiroqli ko'rsatib beramiz. Videoni oxirigacha ketinglar. Yangi yuklarimiz, yangiliklarimiz bor, eng arzon narxlarda qilib, avvalo manzilimizga tushuntirib o'tib ketamiz. Skillmax motosalonimiz akalar, ko'rishdan Farg'ona viloyat Qo'qon shahar, bu tomonimiz Farg'onadan kirib kelish, Alisher Navoiy Massif ko'chasi. Bu tomonimiz Qo'qon bozor, yangi bozorga ketish. Chetda chorrahada ko'rishlaringiz mumkin. Skillmax motosalonimiz joylashgan. Orientir uchun Xolmatjon oshxonasi yokida 33-maktab desalang, chetda bemalol topa olasizlar akalar. Bo'lmasa videomizni boshladik. Mijozlarimiz bo'lmasa videomizni boshladik. Xo'p, juda ham hamma turdagi skuterlarimiz, mototsikllarimiz, 3 balonli skuter, 2 balonli skuterlarimiz hamma turdan bor. O'zim bitta ko'rsatib, sizlarga tushuntirib ketaveramiz. Xo'p, mijozlarimiz, benzinli skuterlarimiz ko'rishingiz mumkin. Tiger modelimiz, telefon qilib Tiger deb so'rasangiz to'liq ma'lumot beramiz. Yana ma'lumotni berib o'tamiz. Balon razmerlari 12 razmerlik, oldi, orqa tormozlari jidk sistemada ishlaydi. Tablolari elektronli bo'ladi. 2 kishi bemalol o'tirib ketaveradi. Mijozlarimiz benzin quyadigan baklari sekinkani tayida bo'ladi. Bitta bakiga 7 litr ketadi. 100 kilometrga rasxodda 3 litr, 3,5 litr bo'ladi. Mijozlarimiz o'zi qo'shimcha kaskalarigacha bor. Hop, Bluetooth kolonkasi bor. Tablolar elektronli bo'ladi. Maksimal tezligi 90-100 gacha chiqadi. O'rtacha 92-95 benzin quyib yuraverasizlar mijozlarimiz. Eng sifatlisi kim bo'ladi yana ma'lumot. Xitoy zborkali variantda. Mijozlarimiz ko'pchilik adashtirishadi. Qo'qon zborkasi bor, Xitoy zborkasi bor. Bular Xitoy zborkali bo'ladi. Mijozlarimiz temir yachida yig'ilgan holatda keladi. Ranglari ikkita qora, pashiy rangida bor, qora glansiy rangida bor. Xohlagingizni tanlab zakaz qilsangiz, uyga borib yetkazib beramiz mijozlarimiz. Narxini $950 dan qilib beryapmiz. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlari ham bor. O'zingiz yolg'on aytsangiz, eng arzon narxlarda qilib borib beramiz. Kelishiladigan joyi ham bor. Tank model ko'rsatib o'taman, birolar. Tank modelimiz ko'rishingiz mumkin. Bu ham 26-yilgi model, yangi model. Qo'shimcha o'zgargan narsalari. Hop, diskalari Redline diska bo'lgan. Balonlari yana o'zgargan, Cherokee balon qo'yilgan. Oldin orqa tormoz jitkisda ishlaydi. Qo'shimcha tumankalar qo'shilgan. Ko'rishlarga yoniga ikkita alohida tepasiga tumankalar qo'shilgan. Qo'shimcha oynalari bor. Hop, yonida yana qo'shimcha o'sha chamadonlari bor. Ko'rishlar mumkin. Bu tomonda ham, bu tomonda ikkitadan bor. O'zini asosiy chamadoni mana orqasida bo'ladi mijozlarimiz. Ichida o'zini qo'shimcha hamma narsalari bor. Makoylari, poliklari, chexollari hamma narsasi bor. Kaskasi ham bor. 150 kubalik 100 kilometrga rasxodi 3 litr, 3,5 litrgacha rasxod qiladi. Baki 6 litr, 7 litrgacha benzin oladi. Maksimal tezligi 90-100 ga chiqadi. Tank modelimizni $900 dan qilib beryapmiz. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmati ham bor. Mijozlarimiz aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ko'pchilik S-Max deyshadi. N-Max modelimiz bor, ko'rishingiz mumkin. Ko'pchilik savol beradi. Nima farqi bor boshqa skuterlar bilan? Nimaga bu modelimiz qimmatroq? Narxini aytib o'tib ketay, $1200 mijozlarimiz. Ko'pchilik aytadi, nimaga bu model qimmat? Nima farqi bor? Eng katta farqi bu modelimizda razmer bo'yicha, razmeri juda ham katta, uzun bo'ladi. 2 kishi bemalol o'tirib ketsa bo'ladi. Mana sidinkasi o'zi ikkiga ajralgan bo'ladi. Ko'rishlaringiz bitta odam chopirib o'tirsa, ikkinchi passajir ham bemalol o'tirib ketaveradi. Sidinkalar ajralgan. O'zani hisobiga. Bundan tashqari oyoq qo'yadigan joylari o'zgargan, kengroq bo'ladi, qulayroq bo'ladi mijozlarimiz. Benzin quyadigan baklari ham ularga osonroq bo'ladi, ya'ni oyoqda tagida qo'yilgan. Ya'ni sidinkani ochib benzin quyilmaydi. Xarakteristikasi, ma'lumoti: benzini 7 litr, 8 litrgacha oladi, bakiga 100 kilometrga 3,5 litr rasxod qiladi. Tablolari elektronli, old orqa tormozlari jidkisli bo'ladi mijozlarimiz. Balon razmerlari ham 13 razmerli bo'ladi. Oddiy skuterlarimiz 12 razmerda bo'lsa, bu modelimizniki 13 razmerda bo'ladi. Faralari LED fara. Fondi mashinanikidan ham kuchli bo'ladi faralari. Old orqa LED farada ishlaydi. Qo'shimcha kaskalari bor, yomg'irda kiyadigan jiletlari bor, o'zida telefon qiladigan pastatkalari ham bor mijozlarimiz. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz, $1200 narxi.
Mijozlarimiz sizlarga yana bitta tag modelimizni ko'rsatamiz. Arzonroq klientlarimiz so'ragani uchun narxi arzonroq bo'lsin, menga javob qo'shimcha narsalari kerak emas degan mijozlarimizga mana yonida bu narsada bu modelimizda qo'shimcha o'zini batoylari bo'lmaydi. O'shaning uchun narxi arzonroq bo'ladi. Shunda farqi bor mijozlarimiz. Keyin qo'shimcha tumankalari yo'q. Shunda farqi, lekin motorlari, akkumulyatorlari bir xil bo'ladi mijozlarimiz. Motorlari 150 kubali, maksimal tezligi 90-100 ga chiqadi. Narxi bu modelimizni $8 qilib beramiz. Voddiy bo'lib dastlabki xizmati ham bor. Bemalol aloqa etsangiz yana ham to'liq ma'lumot berib, tushuntirib o'tamiz mijozlarimiz. Endi navbatimiz elektr skuterlarimizga ko'pchilikdan dastlabkiga olishadi. Dastlabki degani juda ham qulay variant. Bu modelimizda ham 3 xil modeli bor. Bitta ko'rsatib o'tamiz. Birinchi bo'lib shu modeldan boshlaymiz. 52 modelimiz. Telefon qilib 52 model haqida to'liqroq ma'lumot bering desalar, aka to'liq ma'lumot berib o'tamiz akalar. Ko'rishingiz mumkin. Sizlarga yerda ko'rsatib qo'yamiz. Faralari LED bo'ladi. Bu modelimizda akkumulyatori 32 amperlikdan 6 ta joylashgan. Bu degani kilometr ko'p yuradi, ya'ni 90-100 kilometrgacha bemalol yurib beraveradi. Va motori 2000 vattli bo'ladi, ya'ni juda ham kuchli, tez yuradi degani. Maksimal tezligi 70-75 gacha chiqadi bu modellarni ko'rishingiz mumkin. Yangi model 2026-yil hali mana sarxollargacha ko'chirilgan. Yangi turibdi mana ko'rishingiz mumkin mijozlarimiz. Ranglari qora rangida bor, seri rangida bor. Hop, yana modelimiz ko'pchilik menga mayli ko'p yurmasin, o'zimga bozorchaga, magazinga chiqib kelgan degan mijozlarimiz uchun arzonroq, pulroq bor, ko'rishingiz mumkin. Faralari bir xil, turishlari bir xil, faqat farqi akkumulyatorda bo'ladi. Akkumulyatori 20 amperlikdan 6 ta joylashgan, ya'ni kilometr 70-80 kilometr yurib beraveradi. 20 kilometr kam yuradi. O'shani hisobiga narxi arzonroq, qulayroq bo'ladi. $550 dan qilib beryapmiz bu modelimizni. Tormozlari jidkisli bo'ladi, oldi arqa tormoz. Bu modelimizda xuddi shunaqa oldi arqa tormozlar jidkisli. Faqatgina farqi diskasida, bularda temir diskali, bularda bunaqa alyuminiy va saka diskali bo'ladi mijozlarimiz. Narxini $550 dan qilib beryapti modelimiz. 6 ta 20 lik, motori 1.5 ming vatt bo'ladi. $550. Bu modellarda xuddi shunaqa seri rangi bor, qora rangi bor mijozlarimiz. Bundan tashqari mana $550 dan boshqacha modelimiz ham bor. Dugali bu modelimizda tumankalari ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Faqatgina oldi faralari o'zgargan, model o'zgargan. Narxini $550 dan qilib beryapmiz. 6 ta 20 amperlik bo'ladi. Motorlari 1.5 ming vattli bo'ladi. Yana telefon qilib to'liq ma'lumot so'rasangiz, har bittasini rasm videolarni tashlab to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Mijozlarimiz endi 3 bolali skuterlarni ko'rsatib o'tamiz. 3 kishilik, 2 kishilik, 1 kishilik bor. Hop, bu modellarimiz 3 kishilik X6 model deyiladi. Telefon qilib X6 desalar to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Akkumulyatori bitta 2 modelimiz turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Birinchi modelimiz akkumulyatori 5 ta 20 amperlik bo'ladi. Ikkinchi modelimiz 5 ta 32 lik bo'ladi. Akkumulyatorda farqi bor. Hop, motorlari bir xil bo'ladi. Yurish kilometri 20 lik akkumulyatorimizda 50-60 kilometr, 32 likimizda 70-80 kilometr farq beradi. Mijozlarimiz 20 kilometrgacha bu ko'proq yuradi. O'shani hisobiga narxida farqi bor. Mijozlarimiz, hop, narxi bu modelimiz $600, bu modelimiz $650 bo'ladi. X7 modelimiz bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Bu ixchamroq, menga kattasi kerak emas, katta bo'lmasin degan modellar mijozlarimizga hop, sidenkasi 1 kishilik bo'ladi, orqasi ham shunday 1 kishilik ixchamroq bo'ladi. Ham bu modelimizda yukxona, ham sidenka bo'ladi. Bu sidenka bo'lgan holatda buni ko'tarib bemalol yukxona posalikdan bo'laveradi. Ko'rishingiz mumkin. Bu modelimiz 1 kishi bilan orqasida 150 kilogacha yuk olib ketaveradi. Endi maksimal 200 kilo yuklaysiz bo'laveradi. O'rtacha 100 kilo, 150 kilo. Akkumulyatorlari 5 ta 20 amperlik akkumulyatordan qo'yilgan bularga. Bitta zaryadida 60-70 kilometr yurib beraveradi. Maksimal tezligi 30-35 ga chiqadi mijozlarimiz. Ko'rishingiz mumkin, saka diskalik, oldi arqa tormozlari bor, ham qo'lda bo'ladi tormozlar, ham oyoqda ham bor. Bluetooth kolonkalari bor, qo'shimcha kaskalari bor, yomg'irda kiyadigan jiletlargacha bor mijozlarimiz. Narxini $600 dan qilib beryapmiz. Voddiy bo'lib dastlabki xizmati ham bor. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Mijozlarimiz X5 modelimiz ko'rishingiz mumkin. Yoki 1 kishi yoki 2 kishi bemalol ketsa ham bo'ladi. Ikkinchi odam bemalol ketaveradi, bitta odam o'rtada o'tirib ketaveradi. Sidenkalari almashtiriladi. Mijozlarimiz mana ko'ringlar. Sizga shunday almashtirasiz. Bitta knopkasi bor, knopkasini bosasiz. Bu endi 1 kishilik bo'ldi. 1 kishi bemalol ketaveradi. Yosh katta opoqilarimizga, yosh katta dadalarimizga juda ham mos, masjidga chiqib kelgani ayniqsa. Hop, akkumulyatori 5 talik bo'ladi, 20 amperlik qo'yilgan bu modelimizga. Bitta zaryadida 60-70 kilometr bemalol yurib beraveradi. Tezligi 35-40 tezlikka chiqadi.
Qo'shimcha Bluetooth kolonkalari, tablolari elektronniy, telefon qo'yadigan, telefon zaryadniklarigacha bor. Ham ko'pchilik yosh kattalarimiz faqat qo'lda bo'lsin deyishadi, mana qo'lda ham tormozlari bor. Ham oldi tormoz, ham orqa tormozlari oyoqda ham bor. Eng muhim tormozlar oyoqdagi bo'ladi. Tarzinkalari bor mijozlarimiz. Bitta orqada o'zining bagajlari ham bor. Degani o'g'ri, buni tagida ham yukxonasi bor. Yengil, bozorli yuklab ketsa bo'laveradi ichida. Egalari xohlagan payt kishilik bir kishilik qolaverasizlar o'zlarimiz. Narxini bu modelimizni $550 qilib beryapmiz. Hop, dastlabki xizmatlari ham bor vodiy bo'ylab. Diskalari saka diskalik, baloni 3x10 razmerli, katta razmerda bo'ladi. Ranglari bor, qora, ko'k ranglardan ham bor. Bundan tashqari, o'sha boshida ko'rsatdik, X7 modelimiz rangini ko'rsatmadik, mana ko'k ranglari bor. Seriya ranglari hammasidan bor. Burimiz o'sha 300 kilogacha yuk ko'taradi. Ham yukxona ham sidinka bo'ladigan kichkina motor o'lchamiz. Ko'rishingiz mumkin, sidinkalik ham bo'ladi. 2 kishi bemalol o'tiraveradi. Bu katta modeli. Buni oldiga ko'tarib, bemalol yukxona hosilini bo'ladi. Mana mijozlarimiz. Orqada 200-250 kilogacha yuk ketaveradi bemalol. Orqa bortlari ham ochiladi, eshiklari. Hop, oldigacha bitta sidinkali katta bo'ladi, keng, boshqa modellarga nisbatan ko'rishingiz mumkin. Oldi ancha keng bo'ladi. Qo'shimcha panejini stolari ham bor. Panejini, powerfilni, ya'ni podyomga chiqadigan. Yuklari bilan bemalol podyomga qiynalmasdan chiqib ketaverasizlar mijozlarimiz. Balonlari 12 razmerli katta balondan bo'ladi. Bu modellarimiz oldida tumankalari bor, balalar bor, qo'shimcha mijozlar. Telefon dastlabkilari ham bor. Eng muhim joyi akkumulyator mijozlarimiz. Akkumulyator 32 amperlikdan 5 ta qo'yilgan. Motorlari 1000 vattlik bo'ladi. Maksimal tezligi 30-40 tezlikgacha chiqadi. Bitta zaryadida 60-70 km yuradi mijozlarimiz. Narxini bu modelimizni $700 qilib beryapmiz. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmati ham bor mijozlar. Bundan tashqari buni qora ranglari ham bor. Telefon orqasida yana ham to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Mijozlarimiz 300 kilolik motor o'lchamiz. Ko'rishingiz mumkin. Buni funksiyalar ko'rsatib ketaman. Orqalari yukxona 300 kilogacha yuk ko'taraveradi. Atrofida yukxona bitta sidinka bo'ladi. Eshiklari bor, yonida ochiladi. 2 kishi bemalol o'tirib ketaveradi orqasiga. Oldiga 1 kishi o'tiradi, 2 kishi ham o'tirsa bo'laveradi. Mijozlarimiz Bluetooth kolonkalari bor. Ujida qo'shimcha kaska, kubik damkalatlari ham bor. Akkumulyatori 5 ta 32 amperlik bilan qo'yilgan akkumulyatorlari, motorlari 1000 vattlik bo'ladi. Tezligi 40-50 tezlikka chiqadi. Bitta zaryadida 70 km-gacha bemalol yurib yuraveradi. Uyda yengilroq bozorga ishlatgan juda ham qulay, ayniqsa firmalarga ishlatgani o'zida kichkina chorvachilik bo'lsa, qo'ylarga yem toshigani ham juda ham qulay variant. Balonlari 12 razmerli, oldida tumankalarigacha bor. Panejini skorlari ham bor, ya'ni podyomda bemalol ishlatib ketaveradi, yuklar ham chiqib ketaveradi. Narxini mijozlarimiz $750 qilib beryapmiz. Dastlabki xizmati ham bor, vodiy bo'ylab yetkazib ham beramiz. Mijozlarimiz bu 300 kilolik motorolimiz. Birinchi ko'rsatgan modelimizdan nima farqi bor deydigan bo'lsak, orqasi yukxonali bo'ladi. Mijozlarimiz bunda sidinkasi bo'lmaydi. Bunda faqatgina yuk yuklagani ham razmeri kattaroq, 1.30 santimetrlik. Bu modelimiz 1 metrlik bo'ladi. O'shanda farqi. Keyin akkumulyatorda farqi bor. 45 amperlikdan 5 ta qo'yilgan. Kilometri 60-70 km bemalol yurib beraveradi. Tezligi 40-50 gacha chiqadi mijozlarimiz. Motorlari 1000 vattlik bo'ladi. 300 kilolik motorolimizni narxini $8 beryapmiz. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmati ham bor. Telefon qilib 300 kilolik desangiz, to'liq ma'lumotini berib, dastlabkilardan qilib yetkazib beramiz. Bu modelimiz ham 300 kilolik bo'ladi. Birinchi ko'rsatgan modelimizdan farqi razmerlari faqatgina farqi ko'rishingiz mumkin. Old oynalari qo'shilgan, tumankalar qo'shilgan, o'shani hisobiga farqi bor. Narxida ham farqi bor. Ham buni oldilari kengroq, sidinkalari kattaroq bo'ladi. Akkumulyatorlari bu modelimizda ham 45 amperlik 5 ta qo'yilgan bo'ladi. Motorlari 1000 vattlik bo'ladi. Bitta zaryadida 70 km ga yurib beraveradi. Endi xuddi shu modelimizda ko'rishingiz mumkin, tomli modelimizdan bor. Xuddi shu motorolimiz 300 kilolik bo'ladi. Zavod tomonidan o'zi tom qo'yilgan, yonida qo'shimcha o'zining tentlari ham bor. Ya'ni shamol, yomg'ir urmaydi bu modelimizda. Xuddi shu model bir xil bo'ladi. 300 kilolik akkumulyatorlari 45 amperlik 5 ta qo'yilgan bo'ladi. Motorlari 1000 vattlik bo'ladi. Narxini bu modelimizni $900 qilib beryapmiz. Dastlabki xizmati ham bor, yetkazib berish xizmati ichida. Bu modelimizdan $850 ga 2 xil model, tom bilan tomsiz variant bo'ladi. 1 tonnali motorlarimiz Skillmax modelimiz bo'ladi. Turkiyadan, Boqiya orasida hamma rangdan bor.
Motorlari 1800 vattli bo'ladi. Akkumulyatori 6 ta 68 lik qo'yilgan. Xitoy sportda original akkumulyator bo'ladi. Narxini ko'rsatib o'taman. Bu modelimizda farqi. Boshqa motorlarga nisbatan bitta o'tirib kelsa, pastda oyoq qo'yadigan joyi bo'lmaydi. Bularda pastda oyoq qo'yadigan joylari ham bor. Ya'ni 2 ta odam yoki 3 ta odam o'tirib ketsa, oyog'i bemalol ham to'siqda ketadi. Dugalari juda ham katta bo'ladi. Oldilari chiqqan qo'shimcha tumankalari bor. Bu modelimizning narxini $1180 dastlabki xizmatlari ichida vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Mijozlarimiz. Balonlari 500 ga 12 razmerli. Oldi ham, orqasi ham. Zavodskoy original akkumulyatorlarda bo'ladi mijozlarimiz. Undan keyingi modellarimiz mana yana 1 tonnali modellarimiz ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Portlari o'sha katta portdan, balonlari 5 ga 12, bunaqa tishli balondan katta bo'ladi. Sidinkalari o'sha kattadan 3 kishilik bemalol o'tirsa bo'laveradi. Bu modelimizni oldi tumankalari ham bor, ikkitadan. O'shadan oldi oynalari, qo'shimcha kaskalar, bulut kolonkalari ham bor. 6 ta akkumulyatorli bo'ladi. O'z miya motorlari 2000 lik miya bo'ladi, motorlari 1800 lik, to'rtta risolli bo'ladi bu modelimiz. Narxi ham juda ham zo'r, hozir sizga turibdi. $1000 narxi beryapmiz mijozlarimiz. $1000 yetkazib berish xizmati bor. Bu modellar $1100 sotiladi. Hozir skidkaga tushirib qo'yganmiz mijozlarimiz. Bundan tashqari mana Skillmax modelimiz boshida ko'rsatib, xuddi o'sha model, faqat oldi faralari 6 ta tumankali bo'ladi. Dugalari kattaroq bu modelimizda. Sidinkasi ham o'sha 3 kishilikdan bo'ladi. Ramalari 2 talik katta ramadan bo'ladi. Mijozlarimiz aytib ko'rsatib. Mijozlari ko'rishsa, farqini sezishadi. Skillmax Xitoy zborkali mijozlarimiz, original motor bo'ladi. Eng buni qiziq joyi ana akkumulyatorida Xitoy zborka original Shopay degan zavodda akkumulyatorlari qo'yilgan bo'ladi. 6 ta 68 lik. Bundan tashqari miya motorlari ham 1800 vattli bo'ladi. Hamda zapaska balonlari o'zini joyida bo'ladi. Ko'pida o'ziga qo'yilmaydi, bularning zavodga o'zini joyida chiqadi. To'rtta resor, to'rtta amortizator. Joy narxi $1100 dan yetkazib beramiz. Moddiy bo'ylab dastlabki xizmati ham bor. Bo'lish narxi 1100 dan, bular ham 1150 dan sotgan, hozirda skidkaga turibdi. 2026-yil hozir fevralda turgan bo'lsak, fevral oyida 10-fevral mijozlarimiz ana shu narxda turibdi. E'tibor beringlar. O'zi sezonga narxlari oshishi mumkin. Hozir eng arzon narxda skidkaga turibdi modellar. Buni ko'pchilik borti baland so'rashadi. Borti balandi, 2 qatorli bo'ladi. Yorida tiyagalari bor qo'shimcha. Bu modelimizni hozir ham skidkaga turibdi. $1000 narx qo'yamiz mijozlar. $1000 dan yetkazib berish xizmati ham bor. Oddiy bo'ylab akkumulyatorlari 6 ta 70 lik bo'ladi. Motorlari 1800 vattli. Reduktorlari 18 tali bo'ladi. Bu Skillmax 6 tali reduktor bo'ladi. Reduktorlarning farqi bor, e'tibor berasiz. Qaysi biri kelayotsa, hammasidan chiroyli yetkazib qilib beramiz mijozlarimiz. Hozir tumankalari ham. Yangi motorlarimiz keldi, kabinkalik. Narxlarni skidkada qilib qo'ydik. Birinchidan ko'rsatib ketaveramiz. 1 tonnali bo'ladi kabinkali motorolimiz. Akkumulyatorlari 70 amperlik 6 ta bo'ladi. Motorlari 1800 vattli. Narxini $1330 dan qilib qo'ydik. Dastlabki xizmati ham bor. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Bu motorlarimiz bir xil qora seriya ranglarda bor. Yangi modelimiz bejiy salonda bo'ladi. Xo'p. Funksiyalarni aytib ketaman. Zadniy kameralari bor, pechkalari bor, o'zida tablolari elektronli bo'ladi. Hop, bu motorolimiz eng bunda o'zgargan katta jihati balonlarda bo'ladi. Traktor balonga o'xshagan katta tishli bo'ladi. Shu bog' dalalarga ishlatgani juda ham qulay bo'ladi. Old tormozlari jiksli bo'ladi. Arqa balonlari traktorli hamda 5 ta bolga egalik bo'ladi. Zadniy noslari 5 talik juda ham baquvvat bo'ladi. Hop, 1 tonnagacha motorolimiz yuk ko'taradi. Bitta zaryadida 70-80 kilometrgacha bemalol yurib beraveradi. Tezliklari 40-45 bo'ladi. Bundan tashqari bu modelimizda borti 2 talik. Shunga e'tibor berasizlar. Tepasi ham, pasti ham ochiladi bu modelimizda. Tomida bunaqa yana yuk qo'ygani bagajlari ham bor, qo'shimcha tumankalari bor. Bu modelimizning narxini $1450 dan qilib beryapmiz. Vodiy bo'lib dastlabki xizmati ham bor. Kelishilgan holatda bu modelimiz ham xuddi shunga o'xshagan, bir xil bo'ladi. Faqat farqi balonlarda bo'ladi. Bu modelimizning balonlari oddiy yo'lga moslashgan, avtomobilga bo'lgan. Ularda ham 5 talik bolgakali bo'ladi, zadniy moslari. Bu modelimiz qo'shimcha tumankalari ham bor, o'zida oldi tumankalari bor.
Bularni bitta salonni ko'rsatib beramiz. Qo'shimcha zadniy kameralari bor. Tepada liklari bor. Mana botlarni bitta ko'rsatdim. Razmerlari 1.80 ga 1.30 bo'ladi. Bu birinchi ko'rsatgan modelimizda xuddi shunaqa 1.80 ga 1.30 bo'ladi. Zapaskalari o'zida qo'shimcha bor. Bundan tashqari yonida tiyagalari bor, ko'rishingiz mumkin. Yukni ochib, bemalol qo'shimcha yuk yuklab kelsa bo'ladi, eshiklarini ochib. Bu modelimizda keyin bortida ham farqi bor, ko'rishingiz mumkin. Unaqa gulli bort deyiladi, ularni listi qalinroq bo'ladi, bortlari ham. Bu modelimizda narxini 1330 dollardan qilib qo'ydik. Birinchi ko'rgan modelimizdan narxi bir xil 1330 vodniy bo'ylab dastlabki xizmatlari ham bor. Pastda telefon nomeri, telefon qiling, Telegram orqali telefon. Yana ham to'liq ma'lumot beramiz. Narxini kelishtirib beriladi, narxlar hammasida o'tib to'liq beriladi. Seriya rangi bor, shu boshqa ko'rsatdik, qora rangi bor. Bunaqa ko'k ranglari ham bor bu modellarimizda. Tomli motorlarimiz. Tomli motorlarimizda 3 xil modellar bor. 1 tonnalik bo'ladi bular. Farqini chetda o'zini ko'rsa bo'ladi. Tomlari bu modelimizning eng katta modelimiz, tomi baland bo'ladi, profillari juda ham qalin, baquvvatini so'ragan klientlarimizga. Keyin mana balonlari ham traktor balonli. Haqiqiy dalaga olib kirib, bog'larning ichida ishlatadigan, kuchini oladigan motor mana shu bo'ladi. Achlarga bitta olib chiqib, ko'rsatib beraman. Oldida faralari, qo'shimcha tumanka, undan tashqari tomiga tumanka qo'yib qo'yilgan. Mijozlarimiz balonlari traktor balonli, juda ham baquvvat bo'ladi. Arqa balonlari ham traktor balonda bo'ladi bu modelimizda. Zadniy moslari ya'ni 5 talik boltga ega bo'ladi. Bortlari bu modelimiz balanti, ichi ham juda ham chuqur bo'ladi. Qo'shimcha zapaska balonlari o'zlarida bor. Sidinkasiga bemalol kishi o'tirib ketsa bo'ladi. O'zlarimiz bortlari ham juda ham qalin qo'shilgan tomlari. Mana NFC kartalari bor, qo'shimcha NFC karta orqali yonadi. Telefon postavkalari bor. Buni qo'shimcha funksiyalarni ko'rsatib ketamiz. Zadniy kameralari bor o'zida, mana zadniy kamera ko'rsatib turadi. Hop, tepada o'zining svetlari, Bluetooth kolonkalari bor, lyuki bor, yozgi bitta ventilyator ham bor. Ya'ni shoboda bemalol sovuq qilib ketiladi. Bu modelimizni 1250 dollardan qilib beryapmiz mijozlarimiz. Voddiy bo'ylab dastlabki xizmati ham bor. Ichida bo'ladi. Bemalol aloqa qilsangiz 1250 dollar. Keyin shuni akalar sal yengilroq bo'lsa, degan kliyentlarimizga ham bor. Ko'rishinglar mumkin. Mana menga ko'p tumangansiz kerak, soni katta bo'lmasin degan mijozlarimiz mana bu modelimiz ham bor. 1 tonnalik 1.80 ga 1.30 razmerda bo'ladi. Bortlari chuqur razmerda bo'ladi. Borti baland. Balonlari tankga o'xshagan katta balon bo'ladi. Tank deyishadi buni. Ya'ni bog'larda ishlatgani juda ham qulay. Mana yonida tiyagalari bor, borti chuqurdan. Narxini 1150 dollar qilib beryapmiz. Voddiy bo'ylab dasturga xizmati bor. Zavodskoy tomda bo'ladi. Oldi faralari 6 ta tumankalik. 3 kishi bemalol o'tirib ketishaveradi. Bu modelimizda hammasida o'sha bonuslari bor. Boshida ko'rsatgan materiallarimizda ham kaska, jiletlari, qo'shimcha tankratlari bor. Keyin bularda hammasida sertifikat qog'ozlari bor, bizda beriladi. Sertifikat qog'ozlari, garantiya talonlari bor. Ertadan keyin nomer oladigan bo'lsalar ham bemalol sertifikat qog'ozlari orqali nomer olaverasizlar, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Xuddi shu modelimiz bir xili mana Jitkis tormozli ise. Ko'pchilik so'raydi, Jitkis tormozli mana deyishadi. Bu modelimiz Jitkis tormozli bo'ladi, oldi tormozlari. Xarakteristikasi bir xil. Akkumulyatorlari 6 talik, 70 amperlik bo'ladi. Bu modelimizdan ko'rsatdik, hozir akkumulyatorni aytmadim, mana 70 amperlik 6 ta bo'ladi. Bu modelimizda xuddi shunaqa 70 amperlik 6 ta bo'ladi. Bitta zaryadda 80 kilometrgacha yurib yuradi akalar. 1 tonnagacha yuk tortaveradi. Faqat Jitkislisi bor, xohlasalar oddiysi bor. Narxida bir xil 1150. Bu modelimizdan 1150. Faqat katta modelimiz bor. Kattamiz 1250 dollar. Yozlarimiz 500 kilolik modellarimizdan olib qo'yganmiz. Bu modelimiz yangi keldi. 2026-yil model. Mana sizlarga bitta ko'rsatib beraman. Ko'rsalang, bu modelimiz 500 kilolik bo'ladi. Bort razmeri 1.20 ga 1.60. Balonlari tank balon bo'lib chiqqan, juda ham baquvvat. Akkumulyatorni ko'ringlar, 6 talik bo'ladi.
Bu modelimiz 70 amperli akkumulyator bilan jihozlangan bo'ladi. 1 tonnali, ya'ni 1 tonnalikda akkumulyator qo'yilgan. Va miya motori eng kerakli joyi 1800 lik. Motor ham, miyasi ham 1800, 1 tonnalikda qo'yilgan. Shunga e'tibor beringlar. 500 kilolik 1 tonnalik. Bu degani bemalol 600 kilo, 700 kilo yuk tortib ketaverasizlar. Bog'larning ichida, podyomlarda qiynalmaslar degan. Juda ham bahodir bo'ladi. Ramalari ham juda ham qalin bo'lgan. Ikkita ramali bo'ladi, to'rtta resorlik, to'rtta amortizator, ikkita prujinali bo'ladi. Hammasi full variantda bo'lgan. Qayda profillarga qo'yilgan, juda ham qalin, baquvvat qilib ishlangan. Narxi bo'lsa $1050 bo'lyapti. Oddiy bo'ylab dastlabki xizmati ham bor. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Tomlari Zavadskiy Xitoyda o'zida qo'yilgan tomlardan bo'ladi. Mijozlarimiz bizda alohida qo'yilgan tomdan emas, o'zimiz qo'yib qo'ygan emas, bu Xitoyda o'zidan chiqqan zavoddan moslangan bo'ladi. Mijozlarimiz o'zini oyna artadiganlari ham motorchili bo'ladi. Mana mokriy asfalt rangi bor. Mana военный svet deymiz, mana военный svetlari bor mijozlarimiz. Telefon qilsangiz chiroyli qilib yetkazib beramiz. Va yana bitta modelimiz bor, mana buni ko'rsatib beramiz. Bu ham xuddi shunaqa 500 kilolik bo'ladi. Akkumulyatorlari 58 lik bo'ladi bu modelimizda. Motori 1500 wattlik bo'ladi. Bundan sal yengilroq bo'ladi, shu motor akkumulyatorlari. Narxi ham o'shanga yarasha $1000 bo'ladi bu modelimiz. $1000 dastlabki xizmati ham bor. Faqat tomida farq qiladi. Buniki oynalik, tomida tumankalari bor. Tayyor ochiq modelimiz. Bunimiz polностью oldilari yopiq modelimiz. Mijozlarimiz shu modellarimizni ixchamroqlari ham bor. Mana bularni ko'rsatib o'tamiz. 300 kilolik, 400 kilolik yuklama, og'iri kerak emas, qo'pol bo'lmasin degan mijozlarimiz mana ulardan olib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Ixchamroqi, kichkinaroq model. Bu modelimizda ham tomlari Zavadskiy qo'yilgan bo'ladi. O'zida ham orqasi 300 kilogacha yuk oladi. Undan tashqari orqalarida odam ham ketsa bo'ladi, bemalol o'tirib. Orqasi sidinkali bo'ladi. Bemalol odam chiqib, mana eshiklari ochiladi ikkala tomondan. Buni o'zi hamma bilishadi. Bu model juda ham ko'pchilik olishgan. Qo'shimcha mana kaska, kulish damkalar, zaryadlari, hamma narsalari o'zida bor, komplekt beriladi. Akkumulyatorlari 6 ta 32 lik. Motorlari 1000 wattli bo'ladi. Mijozlarimiz 5 taliklari ham bor. Bu 5 talik emas, bu 6 talik. Akkumulyatori yana ham kuchliroq bo'lgan. Bitta zaryadida 70-80 km bemalol yuraveradi. Mijozlarimiz telefon qilib, yana ma'lumotlar so'rasalar, boshqa motorlarda hammasini yana to'liq ma'lumotlar beramiz. Narxlarni albatta kelishtirib yetkazib beramiz. Bu modelimizning narxini sizlarga mijozlarimiz $820 qilib beramiz. Yetkazib berish xizmati ham bor, oddiy bo'ladi. Mijozlarimiz bundan tashqari xuddi shu modelimizni kattarog'ini so'rashgan. Bu modelimiz ham bor, yangi chiqqan. Bunda nima farqi bor desalar, mijozlarimiz tomidan bu modelning tomi kattaroq bo'ladi. Bu birinchi modelimizda tomi shetda to'xtagan bo'lsa, bu oxirigacha tom bo'lgan. Ya'ni orqada yukka ham yomg'ir yog'sa yomg'ir tegmaydi. Odam o'tirib ketsa, orqasi sidinka qilib yomg'ir yog'maydi. Uzunroq bo'ladi tomi. Qo'shimcha kaska, kulish damklar hamma yoqda bor. Mijozlarimiz eshiklari ochiladi. Bemalol oldida ikki kishi ham o'tirib ketsa bo'laveradi. Qo'shimcha Bluetooth kolonkalari bor. Uchala tormoz ham bunaqa trosli bo'ladi, ya'ni oyoqni bosganda uchala tormoz bittada ushlaydi. Понижение skollari bor, понижение, повышение qilib bemalol podyomga ham chiqib ketsa bo'laveradi. Knopkalari bor. Akkumulyatorlari 6 ta akkumulyatorli bo'ladi. 6 ta 32 lik, bitta zaryadda bemalol 70-80 km yurib beraveradi mijozlarimiz. Narxi eng qizig'i joyi $850. Xohlagan $820 bu modelimiz oling yoki $30 qo'shib qolgan uzunroq modelni oling mijozlarimiz. Tanlov sizlarda. Qaysi biri ma'qul kelsa beramiz. 850 ga $820. 1 tonnalik Zavadskiy qo'l kabinkali motorlarimiz, ularimiz qora, ko'k ranglardan bor. Bu motorimiz Skinmax 1 tonnalik bo'ladi. 180 ga 1.30 port razmeri, akkumulyatori 6 ta 68 amperlik, Xitoy zvorka original akkumulyatorlar bo'ladi. Motorimiz o'zi ham Xitoy zvorkalik mijozlarimiz. Zavadskiy tom qo'yilgan, bizda qo'yilgan emas, o'shanga dasturlaysizlar. Qo'shimcha kaska, kulish damklar, jiletlari bor. Motorlari 1800 lik Xitoy zvorka originali bo'ladi. Narxini $1200 qilib beryapmiz. Oddiy bo'ylar dastlabki xizmati ham bor. Bundan tashqari boshida ko'rsatilgan 1 tonnalik motorlarimiz, Skinmax, ko'k rang, qora rang. Bundan tashqari boshida 2 ta modelimiz ham bor. Bordi balandroq bo'ladi ko'pchilik. Shu modellarimiz ham bor. Ularning bordlari 2 talik bo'ladi, balandroq bo'ladi. Eng bitta qizig'i joyi, mijozlarimiz ko'rsatib ketamiz. Akkumulyatorlari
original 68 deb bo'ladi. Kelsalar o'zlaringga akkumulyatorlarni ochib, ko'rsatib, tushuntirib beramiz. Ko'rishingiz mumkin 68 lik. O'zan zavodskoy nomlarigacha, sertifikat qog'ozlarigacha bo'ladi bu akkumulyator. Ustida pechatlari ham bor. Bu akkumulyator original akkumulyatorlarni qo'yiladi. O'zlarimiz kelsalar ko'zlaringizning oldida korobkalarda turadi. Kelib, ochib, xohlaganlik tanlasanglar yig'ib ham beramiz. Mana o'zlarimiz ko'rishingiz mumkin. Skuterlarimiz temir yashikda keladi. Xitoy zborka original deyishimiz sababi ham shu, nimagaki Xitoydan yig'ilgan skuterlar keladi. Bu motorlarimiz ham shunaqa. Xitoy zborka bizda Qo'qonda yig'ilgan motorlar bor. Xitoy zborka motorlarimiz ularimiz. Aslida buni bilib olsangiz, to'liq ma'lumot beramiz. Xohlagan motorlarni chiroyli qilib yetkazib beramiz.